Xo'sh, bo'ldi. Kim keldi ekan? Bu Salom. Salom. Ana u yigit bor edi-ku, qiz bilan yurgan. Qaysi? O'tgan safar. Ha, bo'ldi, esladim. Jitelni sevib qolgan qiz bilan yurgan yigit. Ha, ana o'sha yigitni men urib haydab yubordim. Yo'q, ha, ajoyib. Qo'yil, bu degani bizni jitel endi bemalol uchrashuvga chiqishi mumkin. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Roma va yangi videoga xush kelibsizlar. Eshitdinglarmi? Ertalabdan yaxshi xabarlar keldi. Endi jitel xursand bo'lishi aniq. Chunki u nihoyat uchrashuvga chiqishi mumkin bo'ladi. Jitel eshikni och. Hozir chiqyapman. Ha, nima bo'ldi, Roma? Ana u yigit bor edi-ku, senga yoqib qolgan qiz bilan yurgan. Ha, xo'sh, o'shani Bucher haydab yuboribdi. Rostdan, ha, bu degani endi men jitel endi sen u qiz bilan uchrashuvga chiqishing mumkin. Qoyil, lekin men tayyor emasman. Nima qilaman? Tayyorlan, kiyimlaringni kiy, bo'la qol. Ha, shoshilish kerak. Temirni issig'ida bosish. Ha, davay tezroq jitel. Hozir men esa fermalarga qarab turaman. Senikiga ham. Aha. Bo'ldi do'stlar, jitelni fermasini ham qarab qo'yishimiz kerak, chunki bugun uni ishlari juda ham ko'p bo'ladi. Unga yordam beramiz. Tak, bularni hammasini terib olishimiz kerak. Sizlar esa albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Chunki tasavvur qilyapsizlarmi? Jitelni uchrashuvga chiqishi bu juda ham ko'p holatlarda juda ham kam bo'lib turadigan vaziyat. Shuning uchun ham o'ylaymanki, videoga like bosib kanalga obuna bo'lishga arziydi. Shuning uchun ham nima qilishni bilasizlar, qaytarib o'tirmayman. Bu juda ham kamyob holat ayniqsa, va u rostakamga o'yinchi qiz, jitel emas. Yo'q, jitellarda ham qizlar haqiqiy, lekin aytmoqchi bo'lganim o'yinchi qiz bilan jitel yigit kishi, bu aniq 100 yilda bir bo'ladigan holat va biz agarda bunga yordam beradigan bo'lsak, aniq ko'p prosmotrlar yig'amiz. Xo'sh, qani kelinglar Shimirga borib kelamiz. Tak, janob mer, ha, men sizga olib keldim hammasini. Mana bug'doy jitel do'stimniki. Qaysiniki? Maxniki. Sabzilar esa meniki. Bo'pti. Bo'ldi, men ketdim unda. Qayoqqa? Yordam berishga. Kimga? Maxga. Qanaqa? Bo'ldi do'stlar, hozir boramizda uchrashuvga olib chiqamiz jitelni. Jitel bo'ldingmi? Hey, jitel, ketib qoldi. Qayoqqa? Sen tarafdagi o'rmonga, men tarafdagi uyingning orqasidagi. Nima uchun? Bilmadim, o'zimni o'ldiraman deb yuribdi. O'zini o'ldir? Nima uchun? Bilmasam. Yo'q, hozir yoniga borib kelaman. Shoshil. Qiziq do'stlar, nima bo'ldi ekan? Hozircha jitel sevgidan kuygan chuya bo'rga o'xshamaydi, lekin nima uchun o'zini o'ldirmoqchi? Hozir borib bilib olamiz. Jitel, shu yerdamisan? Hey, jitel, nima qilyapsan? Mana bu toshni bog'lab, xullas cho'kmoqchi edim. Cho'kmoqchi eding? Ha, lekin o'xshamadi. Bu yerda bor yo'g'i bir blok ekan, chuqurlik. Mana bunday tushsam ham baribir tiqilib qoldim. Shunga tosh ham bekor ketmasin deb qaytib olib chiqdim. Yo'q, ha, nimaga o'zi? Men tayyor emasman. Menga qara, men umuman beo'xshovman. Xavotir olma, jitel, hammasi yaxshi bo'ladi. Menga ishonasanmi? Ha, ishonaman. Bo'ldi-da, men senga yordam beraman. Xavotir olma. Bo'pti, davay. Nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda, bilaman nima qilishimiz kerak. Xo'sh, sen uchrashuvga chiroyli bo'lib chiqishing kerak. Shuning uchun ham senga hozir katta adminlarnikidek zo'r kostyum shim olib beramiz. Yo'q, ha. Xo'p, mayli. Ko'ramiz, menga yarasharmikin o'zi? Yarashadi. Oq va ko'k rubashka ham olamiz. Nimaga? Seni rostdan ham nima desam ekan, boy biznesmen deb o'ylash uchun. O'zini o'ldirmadimi bu? Yo'q. Nimaga? Chunki jitel bugun xo'sh uchrashuvga chiqadi. O'yinchi qiz bilan. Nima? Ha, boyitilgan o'ran. Ha, xuddi shunday. Ketik jitel. Ko'rdingmi? Tushunarsan. Xo'sh, yaxshi. Qayoqqa ketyapmiz o'zi? Aytdim-ku. Biz kostyum ishim olishimiz kerak va hozir do'konchining yoniga boramiz. Men uyalamanda kirishga, xavotir olma, men o'zim kirib chiqaman. Nima? Uyaladi kirishga? Hoy, jitel, ha, aniq kirmaysanmi? Yo'q. Razmeringni qayerdan bilaman? Tak, jitel, bizga kostyum ishim kerak adminlarnikidan va albatta ko'k rubashka. Razmerchi? Razmermi? Bilmasam endi mendan. Tak, xo'sh, mendan bir razmer katta. Shoshma. Bir razmer bo'lmaydi. Xo'sh, 2 razmer kattasini bera qol. Xo'p, mana. O'zi nima bo'lyapti? Max o'yinchi qiz bilan uchrashuvga chiqyapti. Yo'q, ha. Xo'sh, qani bir mendan katta bo'ldi, demak Maxga mos tushadi. Puli qancha bo'ladi? Skidka bilan 16 ta. Yo'q, ha. Yoshlarga skidka bo'lsin. Okey, mayli, 16 ta izumruddan. Ha, keyin qaradi jitel, yo'q, men adashibman deb yurma, qaytarib beringlar deb. Xo'p, bo'ldi, jitel tayyor. Aniq, ha. Mana ko'k rubashka va
hammasi adminnikiga o'xshaydigan chiroyli kostyum bo'ldi. Endi sen bemalol uchrashuvga chiqishing mumkin bo'ladi. Qani yurchi? Yana nima qilamiz? Hozir biz gul terishimiz kerak. Agarda mana bunaqa svejiy gullarni terib chiqsak, bu ham yomon bo'lmaydi. Men gullar yasashni bilmayman-da. Verstakka hammasini birdaniga tiqsang bo'lishi kerak, shundaymi? Kim gullar yasashni bilsa, kommentariyada yozib qoldirsin qanday bo'ladi. Mana o'sha verstakka tiqaman, ha. Bularni kiyib olasan yoki oqini yoki ko'kini rubashkani. Aha, bo'pti. Davay jitelь tayyorla, men esa uchrashuv bo'ladigan joyni quraman. Shosh qayerda qursam ekan, ha? Tak, o'ylab ko'rish kerak. Mana bu tarafdanmi yoki? Yo'q, qandaydir chekkaroq joyda bo'lishi kerak. Jitelь haliyam hayron. Jitelь, yo'q, o'zim topaman. Hech kim bilmasligi kerak. Xo'sh, qani? Men menga kerak bo'lgan narsalarni olaychi. Tak. Roma, men hammasini qo'yib qo'ydim. Tak, Roma, nima bo'ldi? Men hammasini qo'yib qo'ydim. Nimani qo'yding? Kostyumlarni kiymadim-da, birdaniga kechroq kiyaman. Ha, mayli, o'zing bilasan. Guldastalarni ham tayyorlab qo'ydim. Okey, bu yaxshi. Xo'sh, qani endi ketdik. Tak, mana bu tarafdanmikan. Men nima qilay endi? Sen shunchaki kutib tur, men o'zim sen ovqat buyurtma qilgin. Bo'pti. Xo'sh, qani ketdik do'stlar, hozir boramizda joy qurishni boshlaymiz. Mana shu joy yaxshi ko'rinyapti. Tak, mebelchi. Sen o'yin yonidagi bo'sh joyda vaqtinchalik narsa qurib olsam bo'ladimi? Aytgancha, seni o'zingdan mebellarni olib ketardim. Mayli, nima o'zi? Xullas, Maxchi, bizning Max. Xo'sh, ana o'sha uchrashuvga chiqyapti. Shunga joy tayyorlayotgandim. Albatta. Tak, mana bular juda ham o'rindiqlar, yumshoqqina va qulay bo'ladi. Tak, katta stol kerak emas, bu ham. Yo'q, bu ham kerak emas. Balki stolning kichkinasini olsam-mikin. Yo'q, stolning kattasi, kichkinasi. Yo'q, bilmadim. Balki shu yetar, ha? Hatto yo'q, bir-biriga juda yaqin bo'lib qoladi. Birinchi uchrashuvmi? Unda shu ikkitaligini ola qol. Shuni olaman. Qancha bo'ladi? 40 ta izumrud bo'ladi. Skidka bilanmi? Qo'yil. Hamma skidka qilyapti ertalabdan beri. Yaxshi-da. Shunisini ayt. Tak, mayli, hozir senga sanab beraman. Tak, buni olamiz va o'zi oz qolibdi-yu pulim. Nima qilamiz endi? Yo'q, lekin senga yetadi-yu, o'zimga oz qoladi-da. Oyligimni olganim bugun. Do'stingga yordam beryapsan-da. Bo'ldi, endi ketdik do'stlar, qurilish ishlarini boshlashimiz mumkin. Prямо mana shu yerda. Tak, bu kerak emas. Buni bu yoqqa olib qo'yamiz va bu yerga stolni o'zini qo'yamiz. Endi esa bu yoqqa yaxshi. Mana bu boshqa gap. Endi esa atrofini yopib chiqishimiz kerak va bunda menga mana bu qaychilar kerak bo'ladi. Chunki daraxt barglarini hozir olishimiz kerak. Ana shular bilan chiroyli qilib urab chiqamiz. O'tiriladigan joyini atrofini bir blok, ikki blok qoldirib, bir tarafdan bir blok qoldiramiz, ikkinchi tarafdan ikki blok yurishga yoki shunchaki turishga, kelishga, o'tirishga oson bo'lishi uchun. Ikkinchi tarafdagi joy esa yana bir blok bo'sh, prosta razmer unchalik ham kichkina bo'lib qolmasligi uchun bo'ladi. Mana bunday qilamiz va tak, buni olib tashlaymiz va qo'yishni boshladik. Yaxshi, buni qaranglar, hammasi o'zimiz o'ylagandek chiroyli chiqyapti. Faqatgina kirishni qaysi tarafdan qilsam ekan, yon tarafdan bo'la qolsin, ortiqchalar ko'rib qolmasligi uchun. Endi esa yana ozgina daraxtlarni, barglarini olib kelishimizga to'g'ri keladi. Chunki ko'rib turganingizdek, umuman yetmadi. Mana shu daraxtni o'zini umuman kal qilib tashlasak kerak. Mayli, bo'ldi. Shunchasi endi o'sha aniq yetadi. Juda ham ko'p olib yubordikmi deyapman-da. Mayli. Tak, bularni hammasini hozir qo'yib chiqamiz va shu bilan o'ylaymanki tugatsak bo'ladi va jitelga xabar beramiz. Bo'ldi, birodar, kel va tak, baxting uchun kurash deb. Xo'sh, endi bularning tepasidan qo'yib chiqishni boshlaymiz. Mana bunday qilsak, ancha-muncha chiroyliroq chiqadi deb o'ylayman. Mana bunday va mana bu tarafdan ham qo'yamiz. Tepasidan chiroyli bo'lib, agarda hozir yorug'lik yoki elektron yorug'lik manbaini qo'yadigan bo'lsak, tak, mana bo'ldi. Hammasi chiroyli chiqyapti rostdan ham. Men o'zim ham uchrashuvga chiqqan bo'lardim bu joyda. Qo'yil, begona ko'zlarsiz. Yaxshi, endi esa ketdik. Jitelni o'zini chaqirishimiz mumkin bo'ladi. Tak. Esladim, axir ovqat qolib ketdi-ku. Roma aka, bu nima? Bumi? Tog'ang uchrashuvga chiqadi. Buncha katta ekan bu, hada. Orqasida ko'rinyapti, o'tiradigan joylar turibdi. Qaysi qiz? O'tgan safar ko'jinsida turadigan qiz bor-ku, ana bu tarafdagi uyda. Ana o'sha. Tushunarli. Tak, stop. Qanisan? Mitti? Tak, tushunmadim. Mitti jitil qayoqqa qo'yib bo'ldi? Qayoqqa yugurib ketadi? Yo'q, Janurson. Yo'q. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Hozir o'ziga aytib qo'yadi Janurson. Yo'q.
Tak, o'zi. Tak, meni ko'rmasin, qiz meni ko'rmasin. Ha, ana jitel o'tiribdi nima? Yopib qo'ydi eshikni. O yo'q. Yo. Voy, mittivoy, nima qilding? Tog'amni baribir do'q yetmas chaqirishga men yordam beryapman sizlarga. Menga ham keyin uchrashuvdan biror nima shirinlik qolsa berasizda. Aha, bo'pti. Olasan. Shirinlik qolarmish. Tushunursan. Qaysi bir tarafdan o'ylab qarasa, kichkina jitelni gapi, tak, menga xabar kelibdi. Jitel yozib yuboribdi, dastavkani qabul qilib ol deb. Ovqat keldi shekilli. Tak, lekin bir tarafdan kichkina jitelning gapi to'g'ri. Max baribir ham qo'rqib chiqmasdi. Menga bering. Siz o'yinchi. Ha, o'yinchi. Ko'rinmayapti miskinimdan. Yo'qda, tepangizdan nik chiqmayapti-ku. Tushunarli. Tak, bo'ldi. Xo'sh, jitel ketdi. Kuryer va mana o'zi ham chiqdi. Max. Ha, Xullas, seni jiyaning chiqdi-da, qizni uchrashuvga chaqirib qo'ydi. yo'q. Ha, tezroq bo'l shunga. Endi esa ketdik do'stlar, hozir boramizda mana bu ovqatlarni qo'yishni boshlaymiz. Tak, agarda mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak, qayerga qo'ysam ekan? Sig'armikin? Cho'za sig'maydiganga o'xshayapti-da, bu menga yoqmayapti sizlarga aytsam. Tak, qani bu yoqqa qo'ysamchi? Nimaga qo'yilmayapti? Stop do'stlar, menda g'oya bor. Hozir biz piknikka o'xshaydigan joy qilishimiz kerak. Jizel, menga mana buni katta stolga almashtirib bera olasanmi? Ustidan ikkita izumrud berasan. Ikkita izumrud. Okey. Mana oldim va buni olishing mumkin. Mana bo'ldi. Hozir pulingni beraman. Mana u yerda turganiga qo'shib qo'yamiz. Ushla. Rahmat. Hozir qani ketdik. Mana hozir zo'r bo'ladi do'stlar. Yerda amerikanskiy stilda piknik bo'ladigan qilib qo'yib chiqamiz. Mana bu stolni va mana bu boshqa gap. Mana bu yerda endi bemalol o'tirish mumkin bo'ladi. Ha, qo'yil divanlar, mana bu kreslolarni esa bilmadim nima qilamiz, turib tursin kerak bo'lar. Tak, nimaga qo'yilmayapti? Tushunmadim. Mana bu tuxumlar nimagadir qo'yilmayapti. Tak, yoki qaynatilgan tuxum yoki shirinlikmi, bilmadim. Hozir mana buni olishimiz kerak. Bananlar, jin ursin, nimaga bularni qo'yib bo'lmayapti? Yo-mayo. Bular bug bo'lganmi? Yo-mayo, oxir tuxumni qanday qo'ymayman bu yoqqa? Tushunursan, tak. Yana nimalar bor? Xo'sh, qani qolganlarni qo'yib, mana bular shirinliklar o'zi qo'yildi. Xo'sh, agarda bittadan shirinlik yeyishsa, kichkina jitelga ham qolardi. Bu yerda esa tuxum bo'lib qoldi. Yo-mayo, nima bo'ladi? Bu yerda ikkita tuxum. Nima? Tak, shuncha tuxumni nima qilishadi? Bu yerda esa tak, ichimliklar yaxshi. Umuman tushunmayapman. Minecraftga bugun nima bo'lyapti? Non va mana bu tuxum qo'yilmayapti. Nima? Telefon ikkita bo'lib qoldimi? Telefon? Stop. Tak, menimcha bizni serverni bugun xushi joyida emas. Rostdan ham telefon ikkita bo'lib qoldi. O'yinga kirib chiqsam hozir g'oyib bo'lib qolsa kerak, lekin mayli, xursand bo'lib yura qolay. Endi menda ikkita telefon deb. Bunda esa mana bo'ldi. Bu qo'yildi. Endi esa bemalol borib jitelni chaqirishimiz mumkin bo'ladi. Hammasi tayyor, hammasi chiroyli. Yaxshi, tezroq boramiz va jitelga xabar beramiz, chunki kelish vaqti bo'ldi. Tak. Tushunursiz, mana bu qolib ketibdi. Buni ham olib borib o'rnatib qo'yishimiz kerak, balki tepada o'tirishni ham xohlab qolishar. Qani mana bu yerga qo'yamiz va bo'ldi. Endi esa jitelni rostakamiga chaqirishimiz mumkin bo'ladi. Hozir kelib xursand bo'lib ketadi, bu aniq. Tak, jitel, Nima bo'l? Yo-mayo. Men nima? Endi kiyinayotgandim. Tezroq bo'l. Hop, chiqib tur. Tushunursan. Bo'ldi do'stlar, hozir jitelni kutib olamiz. Sizlar esa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar, chunki keyingi qismda jitel uchrashuvda bo'ladi va biz buni ham albatta videoga olamiz.